qiziqib ko'p kitoblarni o'qigan Ali Tantoviy rahmatli alayhni hozir bir ajib hikoyasini o'qiymiz inshaalloh. Qani ketdik. Xo'p, video darsliklardan foydalanib ko'rib borayotgan qadrli o'quvchilar, bugun sizlar bilan birgalikda Ali Tantoviy mashhur adib adabiyoti namoyandalaridan biri Ali Tantoviyni Suvar va xavotir kitoblaridan bir voqelikni o'qib o'rgangan bo'lamiz. Xo'p, Ali Tantoviy aytadilarki, "Lamma aradtu an usafira ila Jidda min Bayrut." Bu hozirgi ta'limiy bo'lganligi uchun hozir eng kerakli bo'ladigan lug'aviy va qiziqarli bo'lgan joylarni inshaalloh ko'rib chiqamiz. Hayya bina nabda min qira'at al-matan bil lughat al-arabiyya va nashrah fihi min hadha al-matan bil ibarat al-arabiyya مستخدما الكلمات والمفردات والعبارات التالية. إذن هيا بنا. لما أردت أن أسافر لما أردت أن أسافر إلى جدة من بيروت قعدت في مطعم المطار في أول الأمر في مطعم المطار أتناول الفطور أو أتناول الفطور دي وأنتظر الطائرة وكان المطعم ممتلئا بالناس وكل من فيه يأكل ويشرب ويتحدث مثل ما كنت آكل وأشرب وأتحدث. Xo'p. Endi mana shu joyda nima bor? Ikkinchi matn. Xo'p, mavzu. Demak, aeroportda deb nomlanar ekan. Toiro degani o'zi uchuvchi degani, lekin bu yerda nima? Arablarda keng iste'moliga binoan bu toiro degan so'z samolyotga ko'chirib o'tkazilgan. Lekin bizda nima deymiz? Havo kemasi deb qo'yadi, masalan, havo kemasi. Safinatun javiyya. Xo'p, safinatun javiyya buni sinonimi bo'la oladi, lekin bu kam iste'mollarda qo'llaniladi. Tamam. Xo'p, ترى الناس فتحسبهم أصدقاء متلازمين لا يفترقون. فتراهم أنت يعني تظن وتعتقد أنهم أصدقاء متلازمين، يعني متلازمين بما معناه أي يعني أقربين لا يفترقون أبدا، وأن شملهم جميع لا يتشتت، وأولارنا birdamligi hammasiniga jamdir, birdamligi jamdir, hech ham tarqalmaydigan. وكان مطار بيروت كبيرا تحط فيه كل ربع ساعة طيارة وتقوم منه طيارة. qarang, har 15 daqiqada bitta samolyot nima bo'ladi? Qo'nadi. Hatto yahuttu degani qo'nmoq degani. Mana bu yerda hatto yahuttu degan fe'l. Endi buni hozirgi kun arablarda habatoyam deb aytilyapti. Habato yahbutu, yahbitu hubutun. Endi nima edi? Qom yaqum undan turadi, undan turib ketadi. Qoma mindan ko'ra arablar hozir nima qilyapti? Aqla'a yuqli'un. Undan uzilish, qo'nmoqni ziddi sifatida mana shu qo'llanilmoqda arablarda hozir kunda. ولا تمر دقيقة حتى تسمع صوتا ينادي من المكبر. مكبر degani naqdan. Kolonkadan siz nima qilasiz? Bir odam gapirayotgan ovozni eshitib qolasiz. Rukabu to'yratu bu'aysi al-musafira
إلى لندن يتوجهون إلى أرض المطار. يعني أنتم يعني الذين يسافرون إلى لندن آه، يتوجهون يعني يأتون ويذهبون إلى أرض المطار، فتترك جماعة من الحاضرين أكلها وشربها، وتقوم جماعة من الناس يعني يتركون أكلهم وشربهم، ثم ينادي ركاب طائرة KLM المسافرة إلى جاكرتا. فيترك الناس جماعة أكلهم وشربهم ويقومون، وطائرة إلى أمريكا، وأخرى إلى الكونغو، وثالثة إلى إيران، ورابعة إلى موسكو. فنظرت إلى الناس وقلت لأخي وكان معي هل أنت شاهدت يعني فكرت وتأملت وتدبرت في هذه الحالة التي تحدث معي في المطار، وقلت لأخي الذي كان معي هذه عليك أن تعلم جيدا جدا، هذه حياتنا. هذه هي حياتنا، نعكف على طعامنا وشرابنا ومشاغل حياتنا. هذه الأشياء التي نعكف عليها من مشاغل الحياة والشرب والطعام. فإذا بالنداء، وفجأة ناد ينادي ويدعو من جاء دوره ليذهب إلى حيث يعمل. وإذا بالنداء يدعو من جاء دوره ليذهب إلى حيث يعمل، إما إلى غابات إفريقية، وإما إلى ثلج سيبيريا، وإما إلى ملاهي باريس ومشاهد نيويورك. keyin to'satdan biz mana nima taom yeyishimiz ichishimizga hayot mashg'ulotlari bilan shug'ullanib turgan paytimizda to'satdan va iza bi bilan kelsa, mana shu joyda bi zoida bo'ladida. Va iza nidau yad'u, bir nido chaqirib qoladi. Nimani? Kimni? Navbat kelgan insonlarni ishlashi kerak bo'lgan joyga ketish uchun chaqirib qoladi. Mana bu yerda mana shu gap aytilgan. إما إلى غابات إفريقية، وإما إلى ثلج سيبيرية. Sibir tog'lariga, anaqa Sibirni muzli qorlariga ketadi. أو إلى ملاهي باريس ومشاهد نيويورك. فمن كان مستعدا للسفر حاجته مقضية، وحقائبه معدة، وحمله خفيف مضى مستريح البال. ومن جاء دوره وهو لم يعد متاعه ولم يقضي حاجته ذهب بلا زاد ومضى على غير استعداد. qarang. Xo'p, agar kimki safarga tayyor bo'lsa, uni qiladigan ishlari qilib bo'linadi. Qilish kerak bo'lgan, tugatish kerak bo'lgan ishlari tugatib bo'linadi. Uni sumkalari tayyorlanadi va yuklari bo'lsa yengil bo'ladi. Shunda xotirjam, mustarihal bal degan nima ma'no? Mustarihal bal. Sakinatga cho'mgan. G'oriqun fi sakina masalan. Qoriqon bo'lib ketdimi Amir? Dedim o'zim. ومن جاء دوruhu degani davr nima degani? U navbat degani. Kimning navbat kelgan bo'lsa-yu, matohlarini tayyorlamagan bo'lsa va hojatlarini o'tamagan bo'lsa, zahaba bila zadin. Zod nima degani? Zod degani borib qayt, ya'ni yeb ichishga kerak bo'ladigan narsalar. Zodda o'sha kerakli bo'lgan ashyolar, matohlar tushuniladi.
ومضى على غير استعداد. أفلا نستعد للسفرة التي لا بد منها ونتزود لها الزاد الذي لا ينفع غيره فيها. Unday bo'lsa biz baribir ketadigan oxirgi safarimizga, oxirgi safar joyimizga tayyorgarlikni ko'rmaymizmi deb aytib qoldirgan ekan. Juda ham ajoyib o'sha bir holatlarni aytib tushuntirib berganlar. Va bu yerda biz e'tiborga olishimiz kerak. Ali Tantoviy rahmatullohi alayhi adabiyotda chuqur iz qoldirishga asosiy sabablardan biri bu borliqqa qarab borliq orqali tafakkur yuritganliklari bo'lgan va insonlarni har xil toifadagilarini ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Buni asosiy sababi bir muddat qozilik ishlarida mashg'ul bo'lgan va Hanafiy mazhabidagi kitoblarni va bir qancha kitoblarni mutolaa qilib, o'ziga yarasha bir qozilik maqomida bo'lgan insonlarni xilma-xillarini, toifadagilarini ko'rib, ibrat nazari bilan dunyoga qarashlarini olib borgan adabiyotshunos olimlardan biri hisoblanadi. Xo'p, umuman olganda unaqa qiyin emas bu matnlar. Mana shu matnlarni yaxshi o'qib kelib, keyingi darsimizda inshaalloh keyingi matnlarni o'qiysizlar degan umiddaman. Videoni va darsni mana shu joygacha ko'rgan hammaga rahmat. Sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.